Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Siz bilan doimgidek Shahzod Jumayev. Bugun o'tgan mavzuyimizdan davomi yana reading ni davom ettiramiz. Misol uchun bugungi mavzuyimiz a poster for exam candidates. Shu ekzamen bo'ladigan nomzodlar uchun bir e'lon haqida ekan. O'sha e'lonni o'qiymiz. Mana rasmda ko'rib turibsiz, imtihon bo'lyapti. Shu imtihonga qatnashuvchi nomzodlar uchun bir e'lon haqida bo'lar ekan bugungi readingimiz. Reading degani shu o'qish, ingliz tilidagi, boshqa tillarda ham, lekin asosan biz ingliz tilida dars o'tayotganimiz uchun ingliz tilida deb aytaman. Ya'ni ingliz tilidagi tekstni o'qiymiz. Mana shu yerda tekst berilgan. Misol uchun mana reading text, poster 1, poster 2 va poster 3. Mana shu 3 ta e'lonimiz bor. Mana shuni o'qib chiqamiz. Bu mana shu hammasi jamlab bitta passage deyish mumkin. Hammasini jamlab passage masu bunday. Ya'ni bitta matn hammasini o'qib biza javob berishimiz kerak. Bitta tekst deb atasak ham bo'ladi. Mana shuni o'qib hozir davom ettiramiz. Lekin hop, ma'nosi shuki, posterning ma'nosi bu e'lon degani, exam degani bu imtihon va candidates degani nomzodlar degani. Nomzodlar uchun, shu exam imtihon nomzodlari uchun bir e'lon haqida bugun gaplashar ekanmiz, aytib o'tganimdek. Keyin bu yoqda aytibdiki, shu birinchi preparation taskni qiling. Mana bu yoqda turibdi. Preparation task tugatgandan keyin exercise'larga o'ting degan. Biz aynan shuni qilmoqchimiz. Kiramiz. Ya'ni bu preparation degani bu birinchi tayyorgarlik qilib olishda. Birdaniya biz readingga sakrab ketishimiz kerak emas, o'tib tushib ketishimiz, birdaniya sirasi boshlash kerak emas. Aksincha biz preparation, ya'ni o'zimizni tayyorlab olishimiz kerak shu readingga. Shu uchun bilan mana shu mashqni berishgan bizga. Shuni qilamiz hozir. Aytyapti, bu yoqda match the words with the pictures. Pastda rasmlar bor. Shu rasmlarga mana bu tepadagi yozuvlarni moslashtirishimiz kerak ekan. Match deyiladi shu narsa. Bu yoqda 8 ta item bor ekan. Jam bo'lib va sanab ketadi, bitta-bitta kamaytirib ishlatganimiz sayin. Misol uchun, birinchisi bu ID degan, bu pasport. Mana bu yoqda pasport turibdi, demak tanlaymiz. ID'imizga pasportga to'g'ri keladi. Misol uchun, keyin mobile phone degan, qarayman, mana bu yoqda telefon bor ekan, shuni olamiz, mobile phone'ni olib, bu yoqqa qo'yamiz. Mana qo'ydim. Endi bizda jami 6 ta bor. Keyin notes degani bu qayd etilgan degan yozib olingan degani. Mana bu yoqda yozish haqida rasm bor. Shuni notesga olaman. Take a note deydi, ya'ni qayd etib oling, yozib oling. Keyinchalik eslashingizga yordam beradi. Keyin pen degani shu ruchka. Ya'ni ruchkani tanladik. Book degan hamma biladi, juda ham oddiy va kitob degan tarjimani beradi. Kitob, mana kitob rasmini ko'rsatib turibdi, shunga qo'ydik. Water bottle, shu suv nimasi. Baklashkasi desa ham bo'ladi. Bottle. Bachok deganda sumka, mana bu yoqda sumka turibdi, sumkaga qo'yamiz va pencil, bu qalam, mana bu yoqga qo'yamiz. Mana bajardik. Endi biz tekshirib ko'ramiz. Finish tugmachasini bosdim. Aytyapti, 8 tadan 8 ta topdingiz, 100% to'g'ri bo'ldi, deyapti. Bu feedback. Bo'ldi. Hammasi a'lo darajada bajardik. Mana hammasi yashil va ptichka bo'lib qoldi. Zo'r. Endi keyingi mashqqa o'tamiz. Keyingi mashq bu reading. Readingda nimalar qilish kerak o'zi asosan? E'tibor berib olish kerakda bizada bo'limlariga. Misol uchun poster 1 deyapti, poster 1, poster 2 and poster 3. Bizda 3 ta e'lonimiz bor. Lekin hammasi bitta 3 qismga bo'lingan deb tasavvur qilsak bo'ladi. Bitta e'lonimiz bor, 3 qismga bo'lingan. Poster 1 da nima qiladi? Poster 1 final exam instructions. Ya'ni oxirgi imtihonni instruksiyasi, yo'riqnomasi. O'sha oxirgi ekzamenda nimalar bo'lish haqida yo'riqnoma. Bunday qilish kerak, bunday qilmaslik kerak deb yo'riqnoma yo'l ko'rsatadi to'g'ri ishni qilishga va success qozonishga. Endi tushunarli, birinchisi o'sha oxirgi imtihon haqida yo'riqnoma berar ekan. Mana shu tekstimiz. Ikkinchisi before the exam, ya'ni imtihondan avval qanaqa nimadirlar qilish kerak, o'shalarni aytib ketadi. Значит, keyin aytayaptiki in the exam. Shu imtihon davomida, imtihonda demoqchi. Imtihon davomida yana nimadirlar haqida gapirib ketadi va poster 3 da umumiy informatsiya berib ketgan.
nimaligini yozmagan, umumiy informatsiya o'qiyotganmiz. Tushunarli? Boshladik. Birinchi final exam instructionsdan boshlaymiz. Doors close 5 minutes before the exam begins. Aytyapti, shu imtihon boshlanishidan 5 minut avval eshiklar yopiladi. Eshiklar yopilar ekan. Bu degani ertachiroq keling, tezroq keling, kechikmang, o'z vaqtida bo'ling degan ma'nolarni bildiradi bu. Ya'ni birinchi gapimiz mana shu narsalarni bildiradi, ma'nolarni bildiradi. Chunki pastda mashqimizda mana shunga oid savol bor. Shuni ham shu uchun aytib ketyapman. Mana shu imtihon 5 minut imtihon boshlanishidan 5 minut avval biz eshiklarni yopamiz degan. Tezroq keling degani bu degan. O'sha o'z vaqtida keling degan ma'nolarni bildiradi. Kechikmang degan ma'nolarni bildiradi. Keyingi gapimizda show your student ID card to examiner when you enter the room. Shu xonaga kirgan paytingizda shu student cardda student ID card. ID card degani bu studentlar uchun bakalavr, magistratura shu farqi yo'q. Shu student bo'lsangiz, shu studentligingiz bo'yicha ID beriladi sizda. O'sha IDingizni examinerga berishingiz kerak. Imtihon oluvchi insonga shu xonaga ekzamenga kirdingiz, tasavvur qilaylik. O'shanda student IDingizni berishingiz kerak bo'ladi. Как pasportga yaqinroq o'xshash narsa bo'ladi, lekin pasportdan farqi shundaki, faqat u universitet uchun ishlaydi. O'sha universitet, college yoki I don't know. Tushunarli. Xullas, umuman olganda student IDni berish kerak deyapti. Keyingisi no phones, ya'ni telefon olib kirish taqiqlanadi. Telefon olib kirmaslik kerak ekan. Aytyapti no books, ya'ni kitoblar ham olib kirish taqiqlanadi. Olib kirish mumkin emas, ruxsat etilmaydi degan ma'nolarni beradi. Bo'ldi, biz mana shu 3 tasini o'qib oldik. Tushunarli. Keyingisi poster 2 deyapti before the exam. Examdan avval nima bo'lishi kerak? Aytyapti have your ID card ready. Ya'ni siz ID kartangizni tayyor qilib olib kelishingiz kerak va sizda bor bo'lib turishi kerak. Chunki siz uni ishlatasiz ekzaminda demoqchi. Tushunarli. Keyin listen to the instructions. Ya'ni o'sha yo'riqnomani diqqat bilan eshiting. O'sha ustozlar, o'sha ekzamen oluvchi inson tushuntiradi. Hammasini diqqat bilan eshiting deyapti. Listen to the instructions. Instruksiyani diqqat bilan eshiting. Uchinchisi arrive 10 minutes before the exam. Shu ekzamendan 10 minut avval yetib keling degan. Xuddi mana shu gapimizda, mana arrive 10 minutes before the exam degan gap, men bunga ma'nosi o'xshab ketaman. Yaqin, ya'ni bir-biriga. Doors close 5 minutes before the exam begins. Ya'ni ekzamen 5 minut boshlanishidan 5 minut avval, ekzamen boshlanishidan 5 minut avval biz eshiklarni yopamiz. Yoki eshiklar prosta yopiladi. Eshiklar prosta yopiladi, bo'ldi. Ana shu ikkalasi bir-biriga yaqin. Arrive 10 minutes before the exam. Bir-biriga yaqin ma'no jihatlaman. Hattoki mana shu 10 yoki 5 degan raqamlar har xil bo'lgani bilan ham umuman olganda bizga nima informatsiya bermoqchi? Ya'ni ertachiroq keling, ekzamenga kechikib qolmang, o'z vaqtida bo'ling degan ma'nolarni bildiradi. Ikkalasi umuman olganda shuni aytayapman. In the exam, shu ekzamen davomida nimalar bo'lishi kerak? Mobile phones switched off. O'chirilgan bo'lishi kerak. Birinchisi and put away. Ya'ni boshqa bir joyga qo'yib, keyin ekzamenga alohida kirish kerak. Ekzamenda telefon olib kirish mumkin emas deb aytgandik mana bu yoqda mana. No phones. Ruxsat etilmaydi baribir ham. Shuni aytmoqchi. Keyin ID card visible on the desk. Shu ID kartangizda studentlik ID kartangizni o'sha deskni ustiga qo'ying, partani ustiga qo'ying. O'sha ekzamen kirgan paytda o'sha ekzamen oluvchi inson ko'radi, keyin ekzamen oladigan odam tekshirib ko'radi IDingizda. No talking, ya'ni gaplashmaysiz, gaplashishga ruxsat etilmaydi demoqchi. No food or drinks in the exam room. Shu ekzamen olinadigan, imtihon olinadigan xonada ichimliklar, misol qanaqa suv, sut, boshqa bir ichimliklar olib kirish yoki ovqat olib kirish, banan yoki nimadir yeydigan ovqatlar, ichimliklar olib kirish mumkin emas demoqchi. Tushunarli. Poster 3 da aytayaptiki follows examiner's instructions. Poster 3 da aytayapti, o'sha imtihon oluvchi insonni yo'riqnomalariga follow qiling, ergashing demoqchi. Ya'ni bo'ysuning, itoat qiling va ergashing, prosta bajaring, instruksiyasini eshiting.
instruksiyasini amalda qo'llang demoqchi, ya'ni eshiting prosta. Va u sizga muhim informatsiyani aytyapti. O'sha ekzamenda nima bo'ladi, qanaqa bo'ladi, qancha vaqt bo'ladi, hamma detallarni aytib o'tadi va qanaqa qilib muvaffaqiyat qozonishga eng yaxshi ma'lumotlarini, maslahatlarini beradi. If you have a question, raise your hand. O'sha qo'lingizni ko'tarar ekansiz agar savol bo'ladigan bo'lsa, shuni aytyapti. Keyin no mobile phones. O'sha mobile fonlar olib kirish taqiqlanadi. Books and bags in the exam. Shu sumkalar, kitoblar, telefonlar olib kirish taqiqlanadi ekzamen paytida deyapti. Please use a blue or black pen. O'sha imtihon paytida siz qora yoki ko'k rangli pen degan ruchka ishlatsangiz bo'ladi. O'sha iltimos shuni ishlating deyapti. Ha, tushunarli. Keyin endi task 1 bor, task 2 bor, shularni bajaramiz. Misol task 1 aytyapti talking degan so'zni yoki shunga o'xshash ma'noni qayerda ishlatdi? Poster 1 dami, 2 dami, 3 dami? Agar qaysi posterda aytgan bo'lsa, o'shani belgilaymiz. Balkim shu so'z yoki shu ma'no boshqa e'lonlarda berilgan bo'lsa ham, o'shalarni ham belgilash kerak. Ya'ni bir vaqt o'zida bitta emas, ikkita, uchta javob to'g'ri ham bo'lishi mumkin, bitta javob ham to'g'ri bo'lishi mumkin. Prosta biz tekstdan ko'rib kelishimiz kerak. Talking degani mana bu yerda eslatib o'tilgan. Misol uchun birinchisida bormi? Birinchisida yo'q, aytilmagan. Mana aka ko'rdik. Ikkinchisida mana shunaqa dedi. Aha, tushunarli. Keyin mana bu yerda bor. Mana no talking degan. Prosta talkingga aloqador narsa aytgan, ha aytgan. Kimda? Poster 2 da aytgan. Bo'ldi. Demak, poster 2 ni belgilaymiz. Poster 3 ga ham bitta qarab ketamiz. Poster 3 ga. Mana shu. Lekin bu yerda poster 3 da aytilmabdi hech qanaqa talking haqida, gaplashish haqida, ya'ni faqat poster 2 da aytgan. Shuning uchun poster 2 ni belgilayman. Prosta tak. Keyingisiga o'taman. Chunki poster 1 va 3 da yo'q ekan. Faqat 2 da bor ekan, bo'ldi. Keyingisiga o'taman. ID card haqida qaysilarda bor? O'shalarni topamiz. Kelaman, qarasam mana. ID card 1 da bor, 2 da bor, to'g'rimi? 3 ga ham qarayman. 3 ga yo'q. Mana bu yoqda bor, bu endi 2 ga kiradi, bu yoqda ham 2 bor, bar 2 ga kiradi. Bu yoqda ID kart haqida informatsiya bormi? Informatsiya yo'q. Demak, men 1 va 2 ni tanlayman. 1 va 2. Bo'ldi. Next. Arriving early degan, ertaroq yetib keling degan tushuncha beradigan gap qayerda berilgan? Birinchisi qarang mana. Mana bu yoqda aytgan, arrive 10 minutes before the exam. Ekzamendan 10 minut avval keling deganda. Mana shu yerda informatsiya bor. Keyingisi bu mana tepada, poster 1 da. Poster 2 ni tanlaymiz. Hozir tanlab qo'ysak bo'ladi mana. Tanlab qo'yaylik. Poster 2 ni tanladim. Poster 2 mana bu. Mana shu poster 2 ga kiradi, to'g'rimi? Bu yoqda bormi? Ya'ni ertaroq keling degan ma'no beradigan gap bormi? Arrive ga yaqinroq narsa. Bu yoqda aytayapti, shunaqa bor, qo'lingizni ko'taring, ekzamenerni eshiting, telefon mumkin emas yoki qalam, ruchka ishlating degan. Bu yoqda arrive haqida hech qanaqa informatsiya bermagan. Demak, men poster 3 ni belgilamasligim kerak va belgilamayman. Endi poster 1 qoldi bitta, shuni ham ko'rish kerak. Aytayaptiki, doors close 5 minutes before the exam begins. 5 minut ekzamen tugashi boshlanishidan avval, 5 minut avval biza eshiklar yopiladi prosta. Demak, ertachiroq keling, xo'pmi, demoqchi, ya'ni. Demak, ertachi kelish haqida. Ertachi yetib kelish bu arrive ga teng. Demak, biza birni ham belgilashimiz kerak bo'ladi shu joyda. Yaxshi, keyingisi. Telefonlar haqida qayerda aytib o'tdi? Misol uchun mana bu yoqda aytdi. Demak, 3 ta belgilaymiz. 3 ta aytib o'tgan, mana aka. Keyin teparoqga chiqaman. Bu yoqda aytganmi? Misol uchun qarab chiqamiz, mana. Qarab chiqamiz. Yo'q, 2 da aytmagan, mana aka. Birorta bir telefon haqida informatsiya yo'q, mana, yo'q. No talking degan, prosta gaplashmang degan. Mana bor ekan. Mobile phone switched off and put away. 2 da ham bor ekan. Demak, 2 da ham belgilaymiz. Tekshirib qarab chiqish kerak shunaqa qilib. Keyin qaraymiz. Mana bu yoqda ham bor ekan, mana. No phones degan. Poster 1 da ham bor ekan. Demak, qarang, hammasida bor ekan, hammasini belgiladim. Keyingisiga o'tamiz. Keyin type of pen. Shu qaysidir turdagi ruchka. Keyin kelaman, qarayman. Bu yoqda telefon aytgan, kitob aytgan, bu yoqda ertachiroq keling degan, student ID ni examinerga bering degan. Lekin ruchka haqida informatsiya yo'q 1 da. Demak, poster 1 da belgilamaymiz. Poster 2 bor. Qaraymiz. ID bo'lsin dedi, instruksiyani eshiting, ertachiroq keling dedi. Yana ruchka haqida gapirmadi.
keyin aytyapti exam davomida telefonlar yoki boshqa joyga qo'yilgan bo'lishi kerak, ID bo'lishi kerak, no talking, gaplashmaslik kerak, ovqat va ichimliklar olib kirmaslik kerak xonaga. Yana 2 da ham nima bo'ldi? Ruchka haqida gap ketmadi, gap aytib o'tmadi umuman. Demak, 1 va 2 ni belgilamaymiz demak. Tushunarli. Bitta 3 qoldi, buni ham tekshiramiz. Examinerda instruksiyasiga follow qiling. Keyin savolingiz bo'lsa qo'lingizni ko'taring. Telefonlar, sumka va kitoblar olib kirish mumkin emas. Keyin oxirida aytayapti, please use black or blue pen. Blue or black pen. Shu qora yoki ko'k ruchka ishlating degan. Ruchka haqida gap ketgan. 3 ta ketgan faqat. Mana shu gap 3 ga olib keladi. Mana eng oxirgi gap. Shuning uchun bitta 3 ni belgiladim, qolganini belgilamaymiz. Keyingisi oxirgisi, ya'ni kitoblar haqida informatsiya qayerda ketgan. Qaraymiz. Mana bu yoqda ketgan informatsiya. Books degan, demak 3 ta belgilayman. Keyin 2 ga qarab chiqaman. Misol uchun bu yoqda ovqat, no talking, hop, arrive, hop. 2 ga hech narsa kitob haqida hech narsa ma'lumot ko'rmadim. Yo'q. 2 ni belgilamaymiz, значит. 1da aytyapti mana bu yoqda no books. Ya'ni bu haqida 1da aytgan kitob haqida ma'lumot, 1da ham belgilayman, 2 ni belgilamadik. Va bo'ldi, tugadi va endi finish bosaman. Finish. Qaranglar mana. 11 tadan 11 ta to'g'ri javob topdik va 100% to'g'ri bo'ldi. Yashil bo'ldi. Bu feedback, mana rezultat to'g'ri. Birinchi taskimiz tugadi shu bilan. Hammasini to'g'ri topdik. Endi task 2 ga o'tamiz. Task 2 ga aytayapti, yana bu doimgidek faqat ma'nosi jihatlama so'raydi. No talking degan nima ma'noni beradi deyapti. Biza prosta anglashimiz kerak. No talking degani ya'ni gaplashishga ruxsat etmaslik. Endi you can talk degani siz gaplasha olasiz, gaplashishga qobiliyatingiz bor yoki gaplashishga ruxsat etiladi degan ma'nolarni bildiradi. Bizaga naborot uni teskarisi kerak, ya'ni misol uchun gapirishga ruxsat etilmaydi. Bu degani you can't talk. Ya'ni gaplasha olmaysiz, ruxsat etilmaydi degan ma'no. No talking degan gapimizning ma'nosi you can't talk degan ma'noga teng bo'ladi. Tengini tanlaymiz, ya'ni teskarisini emas. Ya'ni birinchisini tanlamadim, demak u teskari bizga kerak emas. Ikkinchisini tanladim, you can't talk, bu to'g'ri keladi. Ma'no jihatlama no talking ga. Keyingisi ID card visible on the desk. Ya'ni siz o'sha ID kartangizni olib kirib ekzamen xonasiga o'sha deskning ustiga qo'yishingiz kerak. Shu visible bo'lib turishi kerak, ko'rinib turishi kerak kimga? Examinerga. Shuni qilish uchun aytayapti, you can see the ID card. Ya'ni ID kartni ko'ra olasiz demoqchi, ya'ni you can see the ID card. Mana shu to'g'ri keladi. Bu to'g'ri kelmasligi sabab siz nima deyapti? You can't see the ID card. Ya'ni ID kartani ko'ra olmaysiz degan gap aytgan bu. Lekin bu mana shu you can see ID card degan gapimizni ma'nosi ID card visible on the desk ga to'g'ri kelmaydi. Chunki ID card visible on the desk degani partani ustiga shu ID kartangiz ko'rinib turishi kerak degan. Tushunyapsizmi? Pastda bunda ko'rinmas, siz ko'ra olmaysiz ID kartani demoqchi. Ikkalasi bir-biriga teskari. Bizga kerak emas u. Bizga keraklisi bu you can see the ID card ma'nosi tepadagiga to'g'ri keladi. Misol uchun tasavvur qiling, partan ustida ID karta turibdi va o'sha ID kartani siz ko'ra olasiz. You can see the ID card. Demak, birinchi javob to'g'ri, shuni belgiladim. Keyingisiga o'tamiz. Keyingisi mobile phone switched off and put away. Mobile phone o'chirib qo'ygan bo'lishingiz kerak va put away degan uzoq joyga qo'yib kelgan bo'lishingiz kerak. Ya'ni oldingizda o'chirilgan bo'lsa ham sizni oldingizga olib kirishingizga ruxsat etilmaydi. O'chirilgan bo'lsa ham, siz tegmasangiz ham baribir ham ruxsat etilmaydi. Endi mana shuni ma'nosini qaysi beradi? Misol uchun birinchi gapni o'qiymiz. Don't have your mobile phone on the table. O'sha o'sha parta, stolni ustiga deyapti, telefonlarni qo'yish bor bo'lishi telefonni stol ustida mumkin emas demoqchi. Don't have your mobile phone on the table degani shu. Keyin ikkinchi gapimiz aytibdiki, it's okay to have your mobile phone on the table. Shu table ustida telefoningizni olib kirib qo'yishingiz hammasi joy-joyida, shu qo'ysangiz bo'ladi, no problem. Hech qanday muammo yo'q demoqchi. Mana bu tepadagi ma'no beradigan gap o'ylashimcha mana bu bo'ladi. Chunki qarang, mobile phone switched off and put away.
o'chirilgan va uzoq joyda qo'yilgan bo'lishi kerak. Bu degani o'sha tableda ustiga qo'ymasligingiz kerak. Siz tableda oldidasiz, tasavvur qilyapsizmi? Siz tableda oldidasiz, siz kandidatsiz, siz ekzamin o'tayapsiz va partani ustida telefon olib kirmasligingiz kerak. Put away degani uzoqqa qo'yib keling. Siz tashqariga ko'chaga qo'yib keldingiz yoki nimada security guardlar, o'sha qorovullar yoki kimlardirlar, o'sha tekshiruvchi insonlar olib qoldi siz telefoningizni. Demak, uzoqda turibdi telefoningiz. Bu degani partani ustiga qo'ya olmaysiz telefoningizni degani, to'g'rimi? Shuning uchun ham biz mana shu javobni belgiladik. Keyingisi doors close 5 minutes before the exam. Ekzamindan 5 minut avval eshiklar yopiladi degan gap. Shunda ma'nosi nima? Endi qaysi mana shu ikkita ma'noda qaysi biri tepadagi gapga mos keladi? Shuni topishimiz kerak. You must arrive early. Birinchi gapimizda aytibdi. Ertachiroq yetib kelishingiz shart deyapti-da. Ikkinchi gapimizda aytibdi. You can be 5 minutes late. Ikkinchi gapimizda aytibdiki, siz 5 minut kech qolsangiz bo'ladi deyapti. Demak, tepadagi gapda aytilgan ekzamin boshlanishida 5 minut avval eshiklar yopiladigan, ertachiroq yetib kelishingiz kerak degan ma'noni beradi. Shuning uchun biz birinchi javobni oldik, ikkinchisini emas. Kechikish haqida aytmadi bizda bu yoqda. Buni belgilamadik shu uchun ham va bu javob to'g'ri keldi. Birinchi javobimiz ertachiroq yetib keling degan, yetib kelishingiz shart degan gapimiz to'g'ri keldi tepadagi gap bilan ma'nosi. Keyingi oxirgisi, ya'ni if you have a question, raise your hand. O'sha savolingiz bo'ladigan bo'lsa, qo'lingizni ko'taring. Aytibdi, you can ask questions, ya'ni shu savollar so'ray olasiz deyapti. So'rashga ruxsat etiladi demoqchi. Keyin ikkinchi gapda aytibdi, you can't ask questions, ya'ni savollar so'ray olmaysiz, ruxsat etilmaydi demoqchi. Ikkita gap ma'nosi shu. Endi mana shu tarjimalardan qaysi biri mana bunga to'g'ri keladi? Ya'ni agar savolingiz bo'lsa, qo'lingizni ko'taring. Ya'ni mana bunga to'g'ri keladi. Ya'ni aytmoqchiki, ha, siz savol so'ray olasiz, muammo yo'q. Faqat qo'lingizni ko'tarasiz va qonun qoidasi bo'yicha savol so'raysiz. Ya'ni qo'lingizni ko'tarasiz birinchi, keyin savol so'raysiz. Bu degani savol so'rash ruxsat etiladi degani. Shuning uchun ham you can ask questions. Ya'ni savol so'rashga ruxsat etiladi degan ma'noni beradi. Bunda esa savol so'rashga ruxsat etilmaydi degan ma'noni beradi. You can't ask questions degan savol so'rashga ruxsat etilmaydi degan. Demak, bizga mana bu tepadagi mos keladi. Bu mana bu tepadagi gapimizga ma'nosi bir-biriga loyiq keladi. Shuning uchun endi bo'ldi, tugadi, mana. Keyingisiga o'tmaydi. Finish qilamiz. Finish. Mana 5 tadan 5 ta topdik. 100% to'g'ri javob bo'ldi. Bugungi readingimiz mana shular bo'ldi. O'ylaymanki, yoqdi. Mana shu tarzda bo'ldi bugungi readingimiz. Ilm o'rgan oldingiz degan umiddaman. Har bitta aytib o'tgan gaplarimni yozib, tarjimalarini yozib, talaffuzlarini yozib, o'z ustida ishlang. Readingni yana ham rivojlantirib boramiz. Reading skilllaringizni, ya'ni reading o'qish qobiliyatlaringizni rivojlantirib boramiz birgalikda. Va qo'shimchasiga yana bir e'lonim bor. Telegramdan shaxsan men bilan haftada 6 kun ingliz tilini o'rganib borsangiz bo'ladi. Telegram kursimizga yozilmoqchi bo'lsangiz, pastda link qoldiraman. Telegramdan menga murojaat qiling. Shaxsan men o'zim Shahzod Jumayev o'zim o'rgataman. Doimgidek siz bilan Shahzod Jumayev bo'ldi. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr.